Assalomu alaykum. Bugun Davron Akbarning yangi milliy sertifikat kitobi 10-variant g'azal tahlili bilan tanishamiz. Demak, g'azal tadbirini boshlashdan oldin like va obuna bo'lishni unutmang. Demak, bu Alisher Navoiyning, ya'ni 10-variantdagi g'azal Alisher Navoiyning ishqiy falsafiy mavzuda yozilgan g'azali bo'lib, unda lirik qahramonning asosan hijron azobidagi holati, ko'nglining vayronligi va yorning javriga munosabati yuksak badiiy mahorat bilan tasvirlangan. Demak, baytlarni ketma-ket tadbir qilib boshlaymiz. Birinchi bayt. Buzdi ko'nglim kishvarin hijron g'ami tug'yon qilib, ohi ashqimdin birin sarsar birin to'fon qilib. Xo'p, demak, hijron ayrilig'i, ya'ni g'ami. Mana hijronni g'ami deyapti. Bilasiz, g'azallarda odatda inversiya holatda keladi. Sizdan talab qilinadigan narsa odatdagi tartibga qo'yib o'qish. Odatdagi tartib qanaqa bo'ladi desangiz, aniqlovchi, ega, to'ldiruvchi, hol, kesim bo'ladi. Shuni esingizdan chiqarmang. Misol 90% g'azallarni odatdagi tartibga tashlasangiz, mazmunini anglash, ma'nosini chiqarish juda oson bo'ladi. Boshladik. Demak, hijron g'ami deyapti. Mana hijronning g'ami to'polon qilib, ya'ni tug'yon qilib deyapti. Mening ko'nglim mamlakatini, ya'ni mana ko'nglim kishvarini, kishvar bu mamlakat, o'lka ma'nosida kelyapti. Mening ko'nglimni kishvarini buzdi. Mana ko'rdingizmi? Demak, ega nima qildik? Hol, to'ldiruvchi, hol, buzdi, oxirida kesimni qo'yamiz. Demak, hijronining g'ami tug'yon qilib, ko'nglini kishvarini buzayotgan ekan. Ohu ashqimdin birin sarsar birin to'fon qilib. Demak, bunda deyapti, u ohimni kuchli shamolga, ya'ni birini sarsarga, birini to'fon qilib deyapti, ya'ni ko'z yoshlarimni esa quturgan to'fonga aylantirdi deyapti. Nima shunaqa qilibdi? Hijronning g'ami shunaqa qilibdi. Ikkinchi bayt. Dard uyun qildi bino, ishqing buzib ko'nglim uyun, kimsa yangliq kim bir uy tuzg'ay birin vayron qilib. Xo'p, demak, sening deyapti, aniqlovchidan boshlaymiz mana. Sening ishqing mening ko'nglim uyini buzib, ya'ni dard uyun qildi bino, ishqing buzib ko'nglim uyun. Sening ishqing, mana ishqing deyapti, meni ko'nglimni uyini nima qildi? Buzdi deyapti. Va qanday uyni? Dard uyini bino qildi deyapti. Xuddiki bu deyapti, bir uy tuzgay, birini vayron qilgan. Xuddiki bu insonlar yangi uy qurish uchun eskisini buzib, keyin yangini boshlagani kabi, sening ham ishqing mening ko'nglimni vayron qilib, ustiga dard uyini qurdi deyapti. Ya'ni hijron uyini qurdi deyapti. 3-bayt. Tanda ohing shu'lasin derlar nihon tut kim bir hovuch xashak aro bo'lmas chog'in pinhon qilib. Demak, insonlar aytadi ekan, insonlar oshiq aytadi ekan, tandagi, ya'ni tanangdagi ohingni shu'lasini, ya'ni olovingni yashir derlar, mana deydilar. Nihon tut, ya'ni mana yashir deydilar ekan. Kim deyapti, ya'ni afsus deyapti. Bir hovuch xashak aro bo'lmas chog'in pinhon qilib. Demak, quruq xashak va olovni cho'g'in, mana cho'g'ni deyapti, yashirib bo'lmagani kabi, ya'ni ular nima qiladi? Quruq xashak bilan cho'g' ikkalasi tutashadida katta olovni paydo qiladi. Mana shu olovni yashirib bo'lmagani kabi mening tandagi ohimni ham yashirib bo'lmaydi deyapti. 4-bayt. Hajr ko'yida yalang jismimni ko'rgan sog'inur, kim meni o'ltirgali etar junun uryon qilib. Demak, hijron ko'chasida, ya'ni hajr ko'yida. Ko'y bu ko'cha ma'nosida keladi, bilasizlar, ko'cha ma'nosi ham bor. Hijron ko'chasida yalang jismimni, ya'ni nima? Yalang'och jismimni ko'rgan sog'inur. Ya'ni ko'rgan kishilar shunday o'ylaydi. Sog'inur degani o'ylaydi, fikr qiladi ma'nosida. Kim meni o'ltirgali eltur junon uryon qilib.
kim meni ko'rgan bo'lsa deyapti, nima junun, ya'ni telba deb o'ylayapti deyapti. Ya'ni ishq yo'lidagi azoblar oshiqni o'zidan begona qilib, majnun holiga keltirib qo'ygan, ya'ni yalang'och yurish holatigacha. 5-bayt. Xorlar ko'nglimdadir sendinki gardun tuzmag'ay, har birin otsam bir ohim o'qiga paykon qilib. Xor bu tikanlar deyapti, ko'nglimdadir. Ya'ni sendan ketgan azoblar shunday ozor tikanlar ko'nglimga beradiki, mana sendinki, ya'ni sendan kelgan azoblar ko'nglimga tikan kabi sanchiladi deyapti. Hatto falak ham yasay olmaydi. Ya'ni falak ham seniki kabi xorlarni, tikanlarni mening ko'nglimga sancha olmaydi. Har birini otsam deyapti, har biri bir ohima nima paykon qilib, ya'ni o'sha tikanlarni har birini ohim o'qining uchiga paykon qilib, ya'ni uchlik qilib otaman ma'nosi. Xo'p. Ya'ni oshiq yordan yetgan jabrlarni o'zining faryodiga kuch sifatida ishlatadi. Osmonga qarab faryod qiladi. 6-bayt. So'rma nevchim bedil o'lding deb, o'zing chun hajr aro, ko'zdin oqizding ko'ngilni qatra qon qilib. Demak, nima sababdan bedil o'lding, bu bo'lding ma'nosida tushunamiz. Bedil degani dilsiz, ya'ni yuraksiz degani. Nima sababdan yuraksiz bo'lding deb so'rama. Bunga sabab nima ekan? Chunki ayriliqdan o'zing meni ko'nglimga hajrni, ya'ni yuraksiz qilib qo'yding deyapti. Ko'zlarimdan, buni sababida esa ko'zlarimdan qon tomchilari qatra bo'lib oqyapti degan ma'no bor. Oshiqning, ya'ni oshiqning ko'ngli qonga aylanib, ko'z yosh orqali chiqib ketgan. Shuning uchun esa u keyinchalik qanday bedil, ya'ni yuraksiz bo'lib qolgan. Yuraksiz bo'lishiga sabab hijron orqali yig'layvergali. 7-bayt. Shukrini ne deb ado aylayki, aylar jilva yor, elni holimg'a, meni o'z husniga hayron qilib. Xo'p. Yorning deydi, bu ishiga qanday shukrona aytishni bilmayman. U o'zining jilvasi bilan butun elni mening holimga, ya'ni mening ahvolimga nima deydi? Men esa o'zining go'zalligiga hayron bo'laman deyapti. Demak, yor shunday go'zalki, hamma unga maftun bo'lgan oshiqning holidan ta'jubda. Demak, oshiq oldin yorga oshiq ekan, ya'ni ta'jub bilan qaraydi. Uning sevgisiga, uning nimasiga, muhabbatiga esa el oshiqqa ta'jub bilan qaraydi. 8-bayt. Dahr elidan juz jafo mumkin emas topmoq kishi, lek har birga vafolar onchakim imkon qilib. Demak, dahr bilamiz dunyo. Ya'ni bu dunyo odamlaridan vafodan boshqa, ya'ni jafodan boshqa narsa topish qiyin. Mana juz jafo mumkin emas topmoq kishi bu dunyoning insonlaridan jafodan boshqa narsa topa olmaydi. Lek har biriga vafolar anchakim imkon qilib. Ammo lekin men har bir insonga birga ham nima qilaman? Vafo qilaveraman degan ma'no bor. Insonlik, ya'ni insonlarning yomonligiga qaramay, yaxshilik va vafo bilan javob qaytarish bu oliyjanoblik ekanligi haqida gap ketgan. 9-bayt. Yor ko'p qilsa jafo, kam qil navoiy nolakim, gulga bulbul o'rgata olmas vafo afg'on qilib. Demak, Navoiy o'z-o'ziga murojaat qilib, ey Navoiy, yor senga ko'p jafo qilsa ham nola qilaverma deyapti. Bulbul qancha afg'on qilsa ham, ya'ni nima qilsa, nola qilsa ham nima qilishni, vafo qilishni gulga o'rgata olmagani kabi, sen ham yorga vafoni o'rgata olmaysan deyapti. G'azalimizning qisqacha tadbiri shunaqa edi. Endi savollar bilan tanishib chiqamiz. 28-savol.
g'azal baytlarida ishtirok etgan she'riy san'atlar haqidagi to'g'ri hukm so'ralyapti bizdan. Demak, A javob. 3-baytda irsoli masal she'riy san'ati yo'q. Baytlarni deyarli bittasida ham irsoli masal, ya'ni maqol matallarni keltirish uchramaydi. 5-baytda tazod she'riy san'ati. Xo'p, 5-baytda horlar ko'nglimdadir sendiki gardun to'zmahay har birin otsam bir ohim o'qqa payg'on. Yo'q, bu baytimizda ham tazod yo'q. S javob. 6-baytda mubolag'a she'riy san'ati qo'llangan. Xo'p, 6-baytga qaraymiz. So'rama ne uchun bedil o'lding deb o'zing uchun hajr aro, ko'zdan oqizding ko'ngilni qatra qon qilib. Bor, mana insonning qatra qon yosh qilishi, yig'lashi nima bo'lyapti va shu sababli yuraksiz bo'lib qolishi bu bo'rttirish, mubolag'a hisoblanadi. Demak, bizda to'g'ri javob S bo'ladi. D javobimizda 7-baytda tashxis, ya'ni jonsiz narsani jonlantirish san'ati ham mavjud emas. 29. G'azal baytlarida ishtirok etgan badiiy san'atlarni aniqlashimiz kerak. Tamsil, fikrni hayotiy dalillash, misol keltirish mavjud. Xo'p, aynan 9-baytda bor. Demak, oshiq qancha ko'p vafo qilib, umuman nola qilaversa ham nima qilmaydi? Yor jafo qilishdan to'xtamaydi, ya'ni vafo qilishga o'tmaydi. Xuddiki bu hayotiy misol. Bulbul gulga qarab nola qilganiga o'xshatilyapti. Tamsil mavjud, ilhom yo'q, husn talil ham mavjud emas. Bizda faqat bitta B javob bo'ladi. 30. G'azal baytlarida aks etgan mazmun, ya'ni to'g'ri javob so'ralyapti bizdan. A javob. Oshiqning dardini aql bilan jilovlash mumkinligi ta'kidlangan. Yo'q, oshiqning dardini aql bilan jilovlab bo'lmaydi. Bu 4-baytda berilgan mana. Hajr ko'yida yalang jismim, ya'ni aql o'zi aqldan ozadi u. Uni aql bilan jilovlash mumkin emas. Mumkin emas desa to'g'ri edi. Bu javob. Ayriliq oshiqni ma'naviy jihatdan komillikka yetkazadi. Yo'q, qaytanga telba qiladi. S javob. Oshiqning ichidagi muhabbati shunchalik kuchliki, uni yashirib bo'lmaydi. Bu to'g'ri ma'lumot. Bu bilan bog'liq ma'lumot nimada berilgan? Boya olovni yashirib bo'lmagani kabi mana 3-baytda bir hovuch hashok aro bo'lmas cho'g'in pinhon. Ya'ni uni tanada ham yashirib bo'lmaydi olovni. Xuddiki bu yerda muhabbat olovga o'xshatilgan, uni oshiq ichiga yashirishi aytilgan. D javob. Oshiq o'z dardini boshqalarga aytib yengillashni istaydi. Oshiq o'z dardini aytish bor, lekin aynan yengillashish uchun aytmayapti. 31-savol. G'azal baytlarida qaysi o'xshatish mavjud emas? Ya'ni yo'q bo'lgan o'xshatish kerak bizga. A javob. Oshiqning ko'ngli hashakka tashbih qilingan. Demak, yo'q, nimaga? Hashak ko'ngli emas, balki tanasi hashakka o'xshatilgan. Nima? Misol uchun nimaga tanaga yashira olmaganim kabi hashak bilan olov yonma-yon turgan holatida ham yashirilmaydi deganda hashakka o'xshatilgan. Bu javob. Oshiqning ko'z yoshlari to'fonga o'xshatilgan. Xo'p, bizga aynan mavjud emas kerak edi. A javob bo'ladi. Endi oshiqning ko'z yoshlari to'fonga o'xshashi bor. Bu aynan 1-baytda berilgan. Keyingi oshiq bulbulga, yor esa gulga qiyoslangan. 9-baytda bor. Bu oshiqning azobli ohlari olovga o'xshatilgan. Bu esa demak 3-baytda mavjud. Mana. Tanda bir oxin shu'lasin, demak mana shu'la nimaga? Olovga o'xshatilgan oshiqning azoblari. 32-savol. G'azal baytlari mazmuni haqidagi xato hukm so'ralyapti, ya'ni noto'g'ri ma'lumot kerak bizga. Ijtimoiy falsafiy uslubda yorning ko'yida ko'p jabr ko'rgani bor. Oshiqning yorning ko'yida jabr ko'rgani. Bu javob. Peyzaj usuli asosida tabiatning bor go'zalligi yo'q. Peyzaj mavjud emas. Peyzajda faqat tabiat tasvirlanadi. Aynan faqat endi yorga qiyoslangan holatlari mavjud, lekin asosiy g'oya u yerda yorning go'zalligi. S javob. Ijtimoiy didaktik usulda odamlarga vafo qilib yashash lozimligi o'qitilgan bor. 9-baytda aynan.
D javob tasavvufiy, ya'ni irfoniy mazmun orqali olamda vafo yo'qligi ta'kidlangan. Bu ham mavjud. Olamda vafo yo'qligi 8-baytda bor. 8-baytda. Demak, savollar va tadbir tushunarli bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Demak, o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Biror bir savol tug'ilsa, albatta murojaat qilishingiz mumkin. Kanal shapkasida Telegram kanalimizning ham linki bor. Bemalol Telegram kanalimizda ham kuzatib borishingiz mumkin. Instagramda Muallima Qodirova deb qidirsangiz profilimizni topib borishingiz mumkin.